Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Demak, darsimizni boshlasak bo'ladi menimcha. Ovozim yaxshi yetib boryaptimi hammaga ustozlar? Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan mulohazalar algebrasini soddalashtirish mavzusini ko'rib chiqamiz. Mantiqiy amallarni soddalashtirishga kirish. Mantiqiy ifodalar bu ha yoki yo'q, true yoki false qiymatlar bilan ishlovchi algebroik formulalardir. Asosiy holatda demak, asosiy mantiqiy operatorlar bu sizlar bilan oldin ham o'tganmiz, or, and hamda not. Bularning simvollari mana bu ko'rinishda, demak tarjimasi esa mana bu ko'rinishda aks etyapti. Mantiqiy amallarni soddalashtirishning asosiy qoidalari bilan tanishamiz. Birinchisi De Morgan qoidalari. Bundan shunday xulosa chiqadiki, demak, qavs ichidagi inkor a ko'paytirilgan b ni qiymati quyidagicha teng bo'ladi. Ya'ni, mana bu inkor amali ichkariga quyidagicha ta'sir qiladi. Dastavval a ga inkorni beradi, keyin ko'paytmani yig'indiga aylantirib beradi, keyin b ni inkorni beradi. Natijada mana bu ko'rinishdagi javob chiqadi. Aynan bu ikkovi bir-biriga teng kuchli hisoblanadi. Yoki buni teskari holati, ya'ni a va b ni yig'indisini inkori esa a ni inkori yig'indi ko'paytmaga aylanadi va b ni inkori ko'rinishda aks etadi. Bu asosiy qoidalar hisoblanadi, hurmatli ustozlar. Identitet qoidalari. Ya'ni qanday? A ni 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, aynan 1 ni o'zi kelib chiqadi. Chunki a ni qiymati 0 bo'ladigan bo'lsa, buni 1 ga ko'paytirsak, albatta 0 ni o'zi kelib chiqadi. Yoki a ni qiymati 1 ga teng bo'lsa, buni 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, aynan 1 ni o'zi kelib chiqadi. Shuning uchun a ko'paytirilgan 1 aynan a ni o'zini keltirib chiqaradi deymiz. Yoxud a qo'shilgan 0, ya'ni false. 0 ni biz false deymiz, 1 ni true deymiz, bilasizlar. Bu ham aynan a ni o'ziga teng bo'ladi. Sababi a ni biz 1 deb olaylik. 1 va 0 nimaga teng bo'ladi? Demak, aynan 1 ga teng bo'ladi. 0 va 0, 0 yoki 0 kechirasizlar. Bu ham aynan a ni o'ziga teng bo'ladi. Shuning uchun bu identitet qoidasi aynan o'rinli hisoblanadi. Endi komplementlar qoidasi, ya'ni komplementar qoidasi hisoblanadi. Ya'ni a va a ni inkori bu 0 ga teng. Sababi a 1 ga teng bo'lsa, uning inkori 0 ga teng bo'ladi. Ikkovini ko'paytmasa aynan 0 ga teng. Yoki a 0 ga teng bo'lsa, inkori 1 ga teng bo'ladi va buni ko'paytmasi ham 0 ga teng bo'ladi. Endi esa a ni 0 deb olsak, bunga qo'shamiz inkorni, bu aynan 1 ni beradi. Yoki a ni 1 desak, buni inkori 0 bo'ladi, buni qo'shsak 1 hosil bo'ladi. Demak, har qanday holatda ham mana bu ikkala amal har doim o'rinli ko'rinishda aks etadi, hurmatli ustozlar. Ovozim boryaptimi ustozlar? Hamma tushunarlimi shu joygacha? Agar tushunarli bo'lsa davom etamiz. Keyingi holat, misol 1, soddalashtirish amali ko'rsatilyapti. Bu yerda a va b ni inkori. Buni birinchi qoidada ko'rib ketdik, ya'ni De Morgan qoidasida ko'rib ketdik. Demak, dastavval a uchun a inkor qo'llanilyapti, ko'paytma uchun demak yig'indi qo'llanilyapti va mana bu narsa b ga ham ta'sir qilyapti va b inkor ko'rinishda aks etyapti. Javob mana bu ko'rinishda aks etyapti, hurmatli ustozlar. Keyingisida soddalashtirish holat qo'llanilyapti va bu yerda siz aytgan bo'lsangiz biroz boshqacharoq. Ya'ni a yoki a va b ni ko'paytmasdan aynan a ni o'zi kelib chiqyapti. Bu nima uchun degan savol tug'ilishi mumkin tabiiy holatda. Bu shuni anglatadiki, agar a ni qiymatini biz 1 deb oladigan bo'lsak, mana bu joydan nima chiqishini ahamiyati yo'q. Bu yerdan 0 chiqsa ham, 1 chiqsa ham, demak aynan a ni o'zini, ya'ni 1 ni beradi. Agar a ni qiymatini 0 deb oladigan bo'lsak, u holda mana bu joydan ham majbur 0 chiqadi. Va natijada yana 0 chiqadi. Shuning uchun bu yerda a ni o'ziga teng deb qaraymiz. Yoxud buni chinlik jadvalini ham ko'rishimiz mumkin.
Mana misol uchun chilinlik jadvalini ko'radigan bo'lsak, A bilan B uchun olaylik. 0 0 0 1 1 0. Ya 1 1 kechirasiz. Birinchi ko'paytmani hisoblab olaylik. Demak, ko'paytmani hisoblasak. 1 0 bo'lib ketdi. Keyin 1 1. To'g'ri. Ko'paytmani hisoblasak, demak 0 0 0 1. Endi u narsani A ga nisbatan yig'indisini hisoblaymiz. Mana bu ikkovining yig'indisini 0 0 1 1. Aynan mana bu narsa, ya'ni mana bu umumiy natijamiz. Aynan A niki bilan ustma ust tushyapti. Shuning uchun mana bu qoidadan xulosa chiqarib bizda javob A chiqadi. Bu demak ko'rib turganlaringdek idempotentlik qoidasi deb yuritiladi. Ya'ni mana bu holatda aynan A ni o'zi chiqadi. Davom etamiz. Keyingi holatda soddalashtirish amali ishlatilyapti. Endi e'tibor bersangiz, bunda A, B ni yig'indisi ko'paytirilgan B ning inkori. Bu yerdan A va B ning inkori hosil bo'lyapti. Endi nima uchun degan narsa hosil bo'lishi mumkin. Oddiy matematik jihatdan ham ko'rib chiqadigan bo'lsak, hurmatli ustozlar, mana bu narsa ko'paytmani beradi. To'g'rimi? Ko'paytmani beradigan bo'lsa, mana bu narsa nimani beradi? A ko'paytirilgan B inkori beradi. B ning inkori. Bunga endi qo'shishimiz kerak. B ko'paytirilgan inkor B. B ko'paytirilgan inkor B o'z-o'zidan false bo'lib ketadi, nol bo'lib ketadi. Mana bu joyda esa demak yig'indi bo'lganligi uchun bu ahamiyatsiz. Bizda mana bu javobimiz o'zi qoladi xolos. Ya'ni A ko'paytirilgan B inkor. Shuning uchun bizda mana bu javob o'rinli bo'ladi. Ya'ni mana bu holatdan aynan mana bu narsaning kelib chiqishini, qanday kelib chiqishini hozir bu yerda tushuntirib, ko'rsatib berdim, hurmatli ustozlar. Davom etamiz. Keyingi holatda murakkab mantiqiy ifodalar. Murakkab mantiqiy ifodalarda ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda nima hosil bo'lyapti? A va B ni ko'paytmasini qo'shishimiz kerak ekan, A va S ni ko'paytmasiga. Buni juda ham oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, mana bu A ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Mana A ko'paytirilgan turibdi va qavschi nima qilyapti bizga? B hamda S ni inkorini yig'indisi qolyapti. Shuning uchun bu yerdan A qavs tashqari chiqib ketyapti, ko'paytma ishlatilyapti. Qavschida B yig'indi va S inkor qolyapti. Tushunarli ustozlar? Demak, bizda mana bu masalamiz bilan, mana bu amalimiz bir-biriga tengishli holatda ko'rinyapti. Va mana bu ko'rinishda javob chiqadi. Albatta, attestatsiyada bu narsalar qanday ko'rinadi degan savol ham tug'ilishi mumkin sizlarda. Attestatsiya bilasizlar, bitta mulohazani berib, shunga teng kuchli ifodani toping deydi. Shu holatda aynan shu qoidalarni, ya'ni soddalashtirish amalini bajarsak, biz vaqtdan yutamiz. Ya'ni 5 ta birinchi holatda berilishini, keyin 4 ta variantni chilinlik jadvalini tuzganimizdan ko'ra, mana bu holatda ishlasak tezroq amalga oshadi, ya'ni tezroq biz javobga yetib borishimiz mumkin bo'ladi. Davom etamiz. Mantiqiy ifodani yig'ish. Endi qanday yig'iladi? Endi bu yerda siz aytgan bo'lsanglar nima bo'lyapti? Ikkita son bir-biriga ko'paytirish holati kuzatilyapti. Bu yerda ham ikkovida ham A qatnashyapti. Shuning uchun bu yerda A ni chiqarib olyapmiz. Mana A ni chiqarib olganimizdan keyin mana bularning o'rtasidagi ishora olinyapti. Ya'ni yig'indi. Shundan so'ng bizda qolyapti B, mana B ni yozdik qavs ichiga. Keyin qolyapti bizda ko'paytma turibdi mana va S inkor qolyapti. Mana. Tushunarli? Natijada A yig'indi, B ko'paytma, S ni inkori ko'rinishda kelyapti.
Ustozlar, video hammaga ko'rinmayaptimi? Iltimos guruhga yozib yuboringlar. Yo faqat Anvarjon ustozga ko'rinmayaptimi? Gruppaga yozib yuborsalaring iltimos. Ha, demak video ko'rinyapti, hech qanaqa muammo yo'q. Davom etsak bo'ladi. Menimcha shu yerga keldikmi yoki mana bu joyda tushuntiryaptilar. Mana bu joyda tushuntirayotgan ekanman. Menimcha tushuntirib bo'pman. Endi menimcha amaliy mashqlarni ko'ramiz xolos. Demak, bizga amaliy mashqlar berilyapti. Ushbu amaliy mashqdan quyidagilarni bajarishimiz kerak, hurmatli ustozlar. Demak, bu holatni qanday bajaramiz? Bu narsaga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Buning uchun quyidagicha amalda bajara olamiz. Ya'ni birinchi mana bu qismni to'g'ri holatga keltirib olsak. Ya'ni bu bizga nimani beradi? A inkor ko'paytma bo'lib qoladi mana bu narsa. Keyin B inkor bo'lib qoladi. Ha? Shu holatda bo'ladi. Bizda yana bitta holat bor, ko'paytirish amali va A turibdi. Keyin yig'indi S inkor turibdi. Endi bu yerda nima holat bor degan javobda ular. E'tibor berayotgan bo'lsalaring, bu yerda quyidagicha holatni tashkil qilib olishimiz mumkin, hurmatli ustozlar. Ya'ni mana bu joy to'liqligicha 0 bo'lib ketadi, chunki A ning inkori bilan A o'zi qatnashayotganligi uchun bu yerda holat nima bo'ladi? Shu narsani boshqacharoq tushuntirsam maylimi ustozlar? Demak, oldin mana bu joyda ochilaylik-da. Birinchi mana bu holatni yozib olamiz. Ya'ni A inkor keyin ko'paytmaga aylandi va B inkor. Mana. Bu qavscha turib tursin mana. Faqat biz mana bu oldidagi narsani shu yerga olib kirib oldik xolos. Keyin buni ko'paytiramiz. A ga, S ga, S inkorga ya'ni. Mana bu holatda hosil bo'ldi. Endi buni ko'paytirib chiqargan bo'lsak, qanday hosil bo'ladi? Bizda ikki guruh hosil bo'ladi. Ya'ni mana bu qismni, mana birinchi qavsni, birinchi mana buni o'ziga ko'paytirish holatini keltirib olaylik. Ya'ni A inkor keyin inkor B va ko'paytirilgan A holati turibdi. Mana. Va o'rtada nimamiz bor edi? Bizda qolayotgan narsa yig'indi qolyapti. Mana bu yig'indi qolyapti va endi xuddi shu narsani S ga ko'paytmasdan hosil qilamiz. Ya'ni qavschida inkor A ko'paytirilgan inkor B ko'paytirilgan inkor S. Mana. Endi mana bu holat 0 ga teng bo'lib ketadi, chunki bu yerda inkor A va A bor. Ikkovi 0 bo'lib ketgan uchun B ga ko'paytma ham o'z-o'zidan 0 bo'lib ketadi. Shuning uchun mana bu o'z mantiqni yo'qotadi. Mana bu joyda yig'indi bormidi? Bu yig'indi ham mantiqni yo'qotadi-da. Bizda javob quyidagicha qoladi. Ya'ni inkor A ko'paytirilgan inkor B ko'paytirilgan inkor S ko'rinishda. Demak, mana bu holatda soddalashgan holat kelib chiqadi, hurmatli ustozlar. Tushunarli-ya? Birinchi mashq. Yoki kimdadir savol bormi? Savol bo'lsa, marhamat, ichkiga yorishlaring mumkin. Agar savol bo'lmasa, ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchi holatga o'tish uchun o'chirish imkoni bormi ekan bu paytda? Yo'q, menimcha yo'q ekan.
berilganlar bo'yicha menimcha payntda ko'rib qo'yganimiz ma'qul, hurmatli ustozlar. Demak, ikkinchi misolimizga qarab oladigan bo'lsak, ikkinchi misolimiz hop a ko'paytirilgan b ne demak yig'indi menimcha a ni inkoriyda. Ha, a ni inkoriyga. Mana bu holatda berilgan. Ushbu holatni ifodalash uchun quyidagicha holatni keltirib chiqaramiz. Ya'ni qanday? Xuddi shu narsani qavsni ichiga olib kiradigan bo'lsak nima bo'ladi? Ya'ni mana bunga yig'indis yoki holatni ko'ramiz. A yig'indi A inkor. Bu aynan o'zini beradi. A ko'paytirilgan B yig'indi A inkor. Qilib yozsak menimcha to'g'ri bo'larmikan? Yo'q, bu holatda to'g'ri bo'lmaydi. Bu xato fikr. Ushbu holat uchun eng yaxshisi chinlik jadval tuzib qo'ya olamiz. Chinlik jadval tuzish emas, o'zi umuman olganda qiymat berish orqali bajarsak ham bo'ladi. Ya'ni qanday? Misol uchun qaranglar. Bu yerda A ni qiymatini 1 deb oladigan bo'lsak, biroz kattalashtirib olamiz ekan. A ni qiymatini 1 deb olsak, u holda mana bu joydan qiymat qanday chiqadi? Ya'ni mana buni inkori 0 bo'lib qoladi. Mana bu inkor. Va bizga mana bu narsa B ga bog'liq bo'lib qoladi. Shuning uchun bizda yagona bunga yechim bo'la oladigan narsa A yig'indi B ko'rinishida aks etadi. Chunki A ko'paytma B deganim kechasizlar. Chunki A bilan B ni qiymatiga bog'liq holatda almashadi bu yerda. Ya'ni bu yerda B borligi uchun agar B'miz 0 ga teng bo'lganda muammo bo'lmaydi, lekin A'miz 0 ga teng bo'lganda. Lekin A'miz 1 ga, B'miz 0 ga teng bo'lib qolgan holat uchun bu o'rinli bo'lmaydi. Tushunarli? Shuning uchun natija hamisha rost degan fikr xato. Natija hamisha rost bo'la olmaydi bu yerda. Sababi A'miz 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, B'miz 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu joydan 0 chiqadi va buning inkori ham 0 bo'ladi. Qiymat 0 bo'ladi. Lekin qolgan holatlarda esa demak qiymat 1 chiqadi, ya'ni hamisha rost chiqadi. Shuning uchun bu yerdagi asosiy holat A bilan B ni qiymatiga bog'liq holat bo'lib qoladi. Guruhda kimdir yozdimi? Yo'q, hozircha hech kim yozmabdi. Keyingi misolimizni ko'ramiz, hurmatli ustozlar. Keyingi misolimizda quyidagicha holat berilgan. Demak, A ko'paytma B yig'indi C. Demak, bizga berilgani bo'yicha A ko'paytma B yig'indi C ekan. A demak ko'paytirilgan qavs ichida B yig'indi C. Bu holatdan endi ko'paytirish amalini bajarsak bo'ladi. Bu beradi quyidagi narsani. A ko'paytirilgan B qo'shamiz A ko'paytirilgan C. Demak, bu faqat shu holatda qolishi mumkin xolos. Boshqacha holatda soddalashmaydi. Ya'ni mana bu bilan mana bu birga teng kuchli. Agar mana bu holatda berilgan bo'lsa, soddalashgan qismini mana bu deb olamiz. Agar bu holatda berilgan bo'lsa, soddalashgan qismi deb mana buni olamiz. Tushunarli ustozlar?
Kimdadir savol bormi shu bo'yicha? Ya'ni soddalashtirish amali bo'yicha yoki quyidagi qoidalar bo'yicha kimdadir savol bo'lsa, marhamat berishlari mumkin. Mikrofonni yoqib yoki boshqa bir holatda. Marhamat. Kimgadir tushunarsiz holat bormi ustozlar? Agar bunday holat bo'lmasa, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Bugun testlarni ko'rib chiqolmadim, sababi juma kuni sizlarga repetitsiya test olib, holatni ko'ramiz. Agar qarshi bo'lmasalaring, asosiy holatda ma'lumotlarni, ya'ni mantiqiy amallarni soddalashtirish aynan shulardan iborat edi. Agar hech kimda savol bo'lmasa, efirni yakunlaymiz va sizlarga videoni yozib tashlab qo'yaman, hurmatli ustozlar.